Burungi vaqtda o do'konda qimmat bo'lsa yuguradi. Lekin hozir yugurib tushayotgan bozor yo'qmi? Shuni oqibatida nima qilyapti? Aksariyat ko'p do'konlarga kirsangiz, baho o'ynab qolyapti. Ba'zi bir insof qilgan, Xudodan qo'rqqan tijoratchilar o'sha qo'yilayotgan foizini yaxshi qilib qo'yyapti. Lekin xalqni tepasiga kelgan mana bu qiyinchiliklardan o'zini manfaatini ustun ko'rib shundan foydalanib olmoqchi bo'lgan savdogarlar haddan tashqari ziyoda baho qo'yib yuryapti. Va kelgan xaridorlarni farqini ajratishligi o'rnida odam ajratishlik degan narsa ham shu savdogarlardan chiqadi. Odamiga qarab bitta salidliroq kiyib olgan odam bo'lsa, unga arzonroq sotyapti. Nimaga? U davlatda odam bo'lib qolishi mumkin. Bir qonunda odamni bo'lib qolishi mumkin. Shundan qo'rqqanidan Xudodan qo'rqmayaptiki, qarang. Bitta galibli taqib salidni kiyib olgan odamdan qo'rqyapti. Ammo siz bilan biz oddiy kiyinib